Tınşa jahan, yıkılı joyda anglayotgan nima ovoz bu? Bir daqiqa sukut qilgan shavqin suralik dunyo. Yıkılı joydan yurakni ezadigan eg'ir surlik bir ovoz anglayotdi. Xuddi birsi anglab qolsa bo'lmaydigandek xitildab yig'lagan ovoz. Bu mavhum ovoz zodi nimaning ovozidir? Men anglab baxmoqchi bo'lib, qurtlab ketgan osamga tayinib turmoq bo'ldim. Palak. Osam sundi. Yerga qattiq yiqilgandila hammani bildim. Quloq sol. Senmi anglab qo'y. Bo'lmasa o'z mag'lubiyatingning o'rsiga o'zing ketman chopgan bo'lasan. Men yosh vaqtimda tulpor etimga minib, janglarga qatnashganman. Qilichimni qinidan chiqarib, talay dushmanlarning kallasini olganman. Sabdoshlarim hech nimaga qarmay yavlog'i o'zini atatdi. Ularning jasadlari go'yi cheksiz cho'llarda, go'yi keng soylarda qoladi. Biz ularni botur deydik. Lekin hozir bir qism yoshlar boturlik ko'zini ko'tarib, o'zi kichigidan tortib billa o'ynab cho'ng bo'lgan, hatto bir ona, bir otidan bo'lgan qerindishning o'ksisiga pichoq urmoqda. Dushman uchun o'z xarobisini tiklamoqda. Mana mavu eng oldida oqqan yosh Ahmadjon Qosimi, Temir Xalifa va Xo'janiyaz hojilarning ko'zidan oqqan yosh. Tınşa jahan, onaning farzandiga bo'lgan muhabbatiga hech qanday tamamiynat aralashmaganligi, otaning baliq bo'lgan ajriga hech qanday minnat aralashmaganligi uchun eng ulug' edi. Lekin bazlar o'z onasiga til takkizalagan, o'z otasiga mush ko'taradigan turuqliq söygüniga tikilibmi qaraganmaydi. Dünyadaki tatlı sözlerinin hemmisini ulanın beşiği çaçıdığı, ama atanız üçün bir yaxşı söz bəhsi müşkül tuyuludu. Mana mava, perzentlerini kökü kötürüp koyup, özü halavet kömey, qiyirlikti g'irbani kəpinin yalğızlığı çidiyanmıgan, bovay movaylanın közüden aqqan yaş. Sen etqanғы jahan, hammiya buzuqchilik bilan to'lgan mushundaq bir jamiyatda 100 erning uyg'onganidan bir ayolning uyg'ongani afzal edi. Lekin qara, ov vilvil chiroq ostida chochlarini savdoydek etib, qalaymqin sakravatqani o'zining kelgusida oni chog'laydigan qizlarimizning simosi. Mana bu öz xonasiga biramu haqiqiy gul topolmay, sham yo'rig'i dard alam bilan achchiq aroq ichib yig'layotgan yigitlarimizning ko'zidan oqqan yosh. Burunqi zamonlarda, yeshil vodilarda, buloq bo'ylarida, go'zal bog'larda uchirish muhabbatlashadiganlar endi bezmi xonlar ketibdi. Qara, muhabbatni tutuqsiz qilayotgan oshiq. Angla, o'z muhabbatini bir butilka ichimlik deyishayotgan ma'shuq. Mana bu g'erib sanam Tohir Zuhralarning ko'zidan oqqan yosh. Tova deyman, tova. Men otamdan anglamagan yoki bolamga qoldirmagan bu xil jaqir-juqir san'atni Nevramga kim bergan bo'g'aydi? Abjas san'at oldida muqomlarimiz bo'yin qisib, xalq san'atimiz bulungdan o'rin oldi. Mana bu hayotini san'atimiz uchun sarf qilgan Amannisaxon, Abdurshidxon, Qidirxonlarning ko'zidan oqqan hasratli yosh. Angla inson, senin en zor muvaffakiyetin til edi.
hozir eng buzg'unchilik uchirg'inimi, madaniyatning qurboni bo'lganimi ashu til bo'ldi. Biz o'z tilimizni yo'qotib qo'yvatsak, avlodlarga yaxshi narsa ne turibdi? Mana ma'vu ashu küçük ana tilimizning ko'zdan oqqan cho'qonliq yosh. Tinsha ey ozg'un banda. Hozir ikki qat ayollar nimaga qarab qoldigan tang? Yaqindagi bolalarning sochlari shuncha sarg'ayib ketibdi. Mana bu o'z qizlarining qirtilgan, sarg'aygan sochlariga ichinib, o'zining qop-qora uzun bo'ston sochlarini silab turib yosh to'kkan bechora onalarning ko'zidan oqqan yosh. Tabiat bo'lgandi. Pokiz suylarimiz bo'lgandi. Ansiravatman. Har uchumi har qanday kasalga shifo bo'ladigan shu xosiyatli sap suvlarimiz amdil rostil boz kelmas o'tmishga ketadi. Ko'l daryolarimizda ancha-muncha beliq bor degandimi, ular beliqqa o'xshamaydigan beliq. Xuddi odamga o'xshamaydigan odamlardeklar. Mana mavu tabiatning erkak suyini dum ichib cho'ng bo'lgan 100 yoshdan oshgan tavarruk buvaylarning ko'zidan oqqan yosh. Ongla xalq. Abdurahim O'tkir iznomliq yerda chiqsa bo'ron ko'zi qumla ham ko'milmas izimiz deb yozgan. Lekin bu izlar bizning xatoliklarimiz tufayli yo'qolib tursa-mu, lekin biz yanla topqisi hech bo'lmasa bu izni bir kun navrimiz yo avrimiz deb muqam to'laverdik. Lekin bu izni o'zimizmi adishib qolgan tursak, avlodlarimiz nima topar? Qara, Abdurahim O'tkirning ko'zda yosh. Ko'z yoshlar bag'an sir ko'payyapti. Menmi sanab bo'lamadim. Atrofimga qardim. Bu ko'z yoshlarga quloq soladigan odam yo'q. Hamma undaq tuyg'uda emas. Atrofni yanla guldir qalab muzikalar, ayosiz xinimlarning kulkilari, g'ayvat xotinlarning pishni pasatlari, maslarning olijuq to'g'lashlari, bo'rining ho'lashlari va boyiqi yig'i ovozi bilan jahon alomat ma'lumotdan bo'lib ketgan edi. Bir chaqladi men Mantimin O'shurning Qum bosgan shahar nomli romanida qadimki bir qavmning beg'amligi tufayli qum ostida halok bo'lganligini o'qigan edim. Qo'rqib qelyapman. Endi bizning bu qavmimizmi hasratlik yosh dengizga g'arq bo'ladimi? Shu qo'rqinchli xiyollarga asra bo'lib turganimda yiroqdan mo'ngluq azon ovozi anglandi. O'zimga asta picharildim. Ah xudo, jonni o'zing berding, yanada o'zingga omonat.